Otanglar necha yoshlar? 74. 76. 74mi, 76mi? Onam rahmatlilar 2 yosh kattalar. Doimiy qon bosimlari necha yuradi? Sahar kasalliklari yo'qmidi? Shikoyatlari yo'q-ku. Gemoglobinlari necha? Manga qarang. Doktormisiz? Tekshiring, biling. Men qassobman. Anna qo'yi so'rang, molni so'rang. Qayerdan bilaman bunaqa narsalarni? O'zi shu otaxonning o'g'illarmisizlar? Nima shubhangiz bormi? Kim bilan turadilar? Men katta o'g'ilman. Aloqib turaman. Rahmatli onam bilan turardilar. 3 yil bo'ldi o'tib ketganlariga. Hozir yolg'iz o'zlari turganlariga shu yaqinda uylasakmi deb turibmiz. Qanaqa uylaysan? Kenja o'g'ilmisan? Kelib otamga qaragin, xotiningiz pinjiga kirmasdan. Birga yashagin. Dadanglar infarkt bo'lganlar. Nimadandir qattiq his qilganlar. Men hozir. Sen qimor o'ynab kattaga tushib qolmaganingda otam siqilmagan bo'lardi. Yo'q-e? Balki siz o'g'lingizga yaxshiroq tarbiya berganingizda o'g'lingiz ninaga o'tirib qolmaganda dadam siqilmasdilar. Xo'sh. Mana. Aytganimdek infarkt. O'zi oxirgi marta qachon doktorga olib borgansizlar? O'tgan hafta mazam bo'lmayapti degandilar. Keyin Qo'qonga borib keldim tabibga. O'zi doktorlar bekorga kalta yeyishmaydi-da. Nima deding? Hozir telefonda gaplashadigan paytmi? Odam deb gapiryapsiz sizga. Otasini doimiy qon bosimi nechiligini bilmaydigan, sahar kasali bormi yo'qmi bilmaydigan, gemoglobini nechiligidan bexabar, hatto kecha otasi nima ovqat yeganidan bexabar, otasi necha yosh ekanligini aniq bilmaydigan o'g'illar, senlar ham odamsanlar. Zamon ko'targanda edi, o'zi ikkalayni ham baravar travmatologiyaga jo'natgan bo'lardim. Men senlar kasal qilgan otanglar uchun harakat qilyapman. Markaziy Osiyodagi eng zo'r mutaxassis bilan telefon qilib maslahatlashmoqchi bo'lyapman. Senlarga emas, doktorlar haqida bunaqa fikr bildirish. Shuni bilib ollaring. Bu xalqni meditsinasi rivojlanyapti, lekin tibbiy madaniyati hali ham komada. Senga o'xshaganlar doktorga bormaydi. Dorixonada farmatsevtdan eshitganlari bo'yicha davolanmoqchi bo'ladi. Anginani kerosin bilan davolamoqchi bo'ladi. Oxir u rakka aylangandan keyin o'sha rakni ham doktorga olib kelmasdan baqa sho'rva, ilon sho'rva bilan davolamoqchi bo'ladi. Oxiri o'lay deb qolgandan keyin doktorga olib kelib, doktordan mo'jiza kutishadi. O'g'illar. Assalomu alaykum, Ali Ravazovich. Bir bemor bor edi. Otaxon.